Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Men sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning Urushning so'nggi qurboni hikoyasini so'zlab bermoqchiman. Mazkur to'plamda O'tkir Hoshimovning turli yillarda eng sara hikoyalari o'rin olgan. Hikoyalarda turfa taqdirlar va voqealar adibning o'ziga xos uslubida jilo topgan. Ularni o'qir ekansiz, go'yo oramizdagi odamlarning bor samimiyati bilan sahifalarga ko'chgandek tasavvur uyg'otadi. Hikoya qahramoni Shoykro, onasi Umri xola va ayoli Xadicha urush yillarida ancha qiyinchiliklarni boshidan o'tkazishar. Mahallalarda ko'plab o'g'irliklar sodir bo'lar. Shu boisdan qora kunlari uchun ne umidlar bilan tishida tishlab yurgan sigirini o'g'irlagani uchun, o'lim to'shagida yotgan ukasini oxirgi nasibasidan mahrum qilgani uchun, shundoq qasos olish maqsadida o'rnidan sakrab turadi va qulpinay jo'ya oraliqlariga ochiq simlarni tashlab chiqadi. Ha, o'sha urushning so'nggi qurboni Umri xola bo'ladi. Hurmatli kitobxon, siz bu hikoyani o'qir ekansiz, insonning bir-biriga mehr muhabbatini, aka-ukaning jigargo'shaligini va mehrini his qilasiz. Bu hikoyalar hali hamon o'z o'quvchisini yo'qotgani yo'q. Shunday ekan, siz ham adib qalamining mo'jizakor kuchiga asir bo'lib qolishingizga ishonamiz va maroqli mutolaa hamrohingiz bo'lsin deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.